Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Bugun bir syomka qilishga qaror qildik. Syomkamizning maqsadimiz bu silosni yomonlash emas. Faqat narx-navo jicha ko'tarilib qolganiga to'xtaldi xolos. Mana shu ko'rib turgan siloslaring yer ichida 600 so'mga chiqdi. Dehqonning mehnatiga bitidan laykni bosib, obuna bo'lmaganlar obuna o'qasizlar. Endi silosimiz mana. Begona o'tlar ozgina aralashgan, ko'p bas. Bo'yi 1,5 metrdan sal balandroq. Dumbillari zato bor. Mana ozmoz bo'lsa ham bor. Bu dumbil mana 3 ta sotada 2 ta. 3 tada 2 dona. Ikkovi ham pishirmagan. Shu mana yerni ichida 600 so'm sotilyapti. Mashinalar qatorasiga turibdi mana. Qatorasiga turibdi. Bizning mashina ham turibdi mana ochirdi. Bu narx-navo nima sababdan ko'tarilib ketdi? Endi Xudo poshsho. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni bildiringlar. Mana eng bo'lgan joyiga keldim mana silosda eng boliq joyi mana birodarlar. Boliq joyida mana bunday kelsam, mana shu sotada bitta dumbil. Hoppa mana hech narsa yo'q. Bunda hech narsa yo'q. Bunda ham hech narsa yo'q. Bunisida bor mana qurt bosgan. Endi kimga olib boramiz? Mana. Olmaganlar armonda, olganlar darmonda qoldi deydimi? Nima desa bo'ladi, o'ziga bog'liq. Bugungi narx-navo shu. Dehqonda o'zining klienti bor ekan, o'zining klientlariga olib boryapmiz bitta-bitta. Bugungi chislovimiz 18-oktyabr 2025-yil. Shanba kuni 18-19 shunaqa. Lekin kambo'yinimiz Jaguar. Jaguarlar endi bo'mag'ir siloslarda yuribdi. Bo'mag'ir bas, Xudoga shukr, shu ham bor. Chunki suv yo'q, shunchalik bo'lgan. Changiyapti yer. Yer changiyapti, suv yo'q mana. Dehqon uchun bitidan laykni bosamiz do'stlar. Qanaqa tarbiya qilgan o'zi biladi. Xudo xolasa, sekin kuzatib borsalaring, zo'r makkalar bor. Uni video syomka qilib tashlayman. Faqat narxiga yomon gap gapirib yormaysizlar. Eng qizig'i do'stlar, Jaguar maydalar o'ryapti, maydalar. Mana do'stlar. Güç bu mashina mashinalarga 4,5 tonna zo'rg'a siqyapti. Bu o'rganidan. Mening mashinam 8 tonna yuk olardi. 8,5 tonna yuk olardi. Mana katta mashinam 8 tonna, 8,5 tonna, 9 tonnagacha olib borardi. Bunda 5,5 tonna zo'rg'a. Kuzatib boringlar. Bundan keyingi video syomkamiz Xudo xolasa yaxshi makkalardan bo'ladi. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar.